hamma odamlar hashr qilinadi, to'planadilar. Odam alayhissalomdan tortib to oxirgi kishigacha to'planurlar. Bu zot aytganlaridek, qiyomat kuni barcha kishilar yalangoyoq va yalang'och holda to'planadilar. U kunda ularda hech qanday qimmat oyoq kiyim, hech qaysi qimmatbaho libos, umuman boy kambag'alga ajratishi mumkin bo'lgan hech qaysi omil bo'lmaydi. Keyin hisob-kitob boshlanadi va mezon hozir etiladi. Amallar mezonga qo'yiladi, o'lchanadi. Yaxshi odamga nomai amali o'ng qo'lidan tutqaziladi, gunohkorga chap tomoniga tutqaziladi. Shunda nomai amali o'ng qo'lidan tutqazilgan kishilarning ba'zilari hech qanday hisobsiz to'g'ri jannatga kirishadi. Keyin hamma insonlar shunda Sirot ko'prigi tomon kela boshlaydi. Sirot jahannam ustidan o'tkazilgan ko'prik. Abrorlar uni ustidan o'tib ketishadi. Biz shu ko'prikdan o'tmagunimizcha xotirjam bo'lmasligimiz kerak. Ana undan keyin kimki ko'prikdan o'ta olsa, shundagina jannatga kiradi. Do'zaxiylar do'zaxga shu ko'prikdan qulaydi. Kofirlar unda abadiy qoladi.